Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Tuesday, September 3rd, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is Lesson 61. And the topic of today's lesson is a bad cold. As usual, we'll start with the new words and expressions. So please read after me, okay? Number 1, cold. Cold. Number 2, news. News. Number 3, feel. Feel. Number 4, ill. Ill. Number 5, look. Look. Number 6, must. Must. Number 7, call. Call. Number 8, doctor. Doctor. Number 9, remember. Remember. Number 10, telephone. Telephone. Number 11, number. Number. Number 12, mouth. Mouth. Number 13, show. Show. Number 14, tongue. Tongue. Number 15, say. Say. Number 16, ah. Ah. Number 17, so. So. Number 18, stay. Stay. Number 19, for. For. Or in brackets, as in brackets, for a week. For a week. Number 20, why. Why. Number 21, because. Because. Xo'sh, yuqorqilar so'zlarning o'qilish ahvoli savoldoshlar. Unda biz 61-darsimizning yangi so'zlarning ma'nolarini ko'rib boqaylik qarang. Number 1, cold. Bu savoldoshlarga ma'lum so'g'oq, andan keyin to'nlab ketgan degan ma'nolari bor-da. Masalan, I am cold desak, men to'nlab ketgan holatda demak degan ma'nosi bor. Ya'ni men to'nladim degan gap-ku. Andan keyin masalan, it's cold desak qanda so'g'oq degan gap, shu havo so'g'oq qartilgan-ku. Endi bugungi darsimizda qanda zukam degan ma'nosi bor. Masalan, I have a cold desak nima bo'ldi? Menda zukam bor degan gap, okay? Demakchi, cold degan so'zning 3 xil ma'nosini bilib oldik bugungisi bilan qo'shib. Bugungi ma'nosi qanda? Bugungi darsdagi zukam, okay? Number 2, news. Bu xabar degan gap, okay? Savoldoshlarga ma'lum, agar as bo'lmasa, new bo'lsa nima bo'ladi? Yangi bo'ladi. As qo'shilsa qanda news deb o'qildi, xabar degan ma'nosi bor, okay? Number 3, feel. Bu his qilish degan gap. Masalan, I feel happy desak, men xushal his qilaman degan ma'nosi bor, okay? Ya'ni feel his qilish. Number 4, ill. Ill degan og'riq, kasal degan gap. Bu sifat so'zi bu. Masalan, I am ill desak qanda, men og'riq degan gap, okay? Ya'ni ill og'riq, kasal. Bo'lib o'qilishiga diqqat qilsak, tezlam o'qilyapti qarang, ill deb qisqalar. Ill, okay? Hargiz ill deb so'zlab o'qimaymiz, lekin 3-chi so'z feel deb so'zlab o'qilayotganligiga diqqat qildingizmi, okay? Demak, 4-chi so'zning ma'nosi nima bo'ldi? Og'riq, kasal bo'ldi. Ill o'qilishi. Number 5, look. Bugungi darsimizdagi ma'nosi qaramoqqa mundaq turish degan ma'nosi. Masalan, you look happy desak nima bo'ldi? Siz qaramoqqa xushal tursiz degandek-chi, okay? Albatta burun biz qarash degan ma'nosini o'rgangan. Masalan, look desak qaranglar yoki qara degan ma'nosi bor-da. Bugun qanda qaramoqqa mundanda turish degan ma'nosi bor, okay? Number 6, must. Must degan mundanda qilish kerak, mundanda qilish lozim degan bir imkon fe'l bu. Xuddi can o'xshaydigan so'zlar can yadida bor. Masalan, can you make the tea desa nima bo'ladi? Siz chayni damlayapsiz yoki chay damlayapsiz degan gap to'g'ri. Can degan bir imkon fe'ldi. Shunga o'xshab ketadigan bir imkon fe'l demakchi bu must degan. Masalan,
I must go desek ne boldu? Men menişim kerak degan boldu. Okay? Mesela you must come desek, siz kelishiniz kerak degandek-chu. Qilish kerak, qilish lozim degandek işte bir ma'nosi bor, bir imkon ber bu must degan. Okay? Hele amli diyalogda ko'ramiz qolganini. Number 7, call. Call degan telefon berish degan gap. Masalan, call me degan, menga telefon ber degandek. Okay? Masalan, call the doctor deb keladi bugungi darsimizda. Albatta 8-so'z doctor. Shu ikki so'z birlashib, masalan, call the doctor bo'lsin bo'ldi. Doktorga telefon bergan degan gap bo'ldi. Qarshi tarafga desak, bir odamga desak bu gapni iltijo yoki buyruq talaffuz desak-chu, call the doctor desak, doktorga telefon ber yoki doktorni chaqir degan ma'nosi bor albatta. Okay? Yettinchi so'z call, chaqirish deb tushunsak bo'ldi. Demak, chaqirish deb ma'nosi bor, telefon berish degan ma'nosi bor. Doctor degan doktor hozir degandek. Okay? Number 9, remember. Bu esda tutish yoki esida saqlash yoki esida bo'lish degandek ma'nosi bor. Remember niki. Masalan, I remember you desak nima bo'ldi? Men sizni yodimda tutgan yoki tutaman degan gap yoki siz mening yodimda bor demakchi-ku. I remember you. Okay? Yoki mening yodimda siz bor degandek ma'nosi bor. Okay? Masalan, do you remember deb qarshi tarafdan so'rasak nima bo'ldi? Do you remember? Bu bir yordamchi fe'llik jumla albatta. Savolni mesela so'raymiz-ku, do you deb, bunday qilamsiz deb. Nima demakchi, do you remember desak, yodingizda bormi degandek bir gap. Okay? Qisqasi remember yodida bo'lish, yodida tutish, esida saqlash, esiga kelish degan ma'nosi bor. Okay? Number 10, telephone. So'z ma'nosidan chiqib turdi, telefon shu. Okay? Qisqartirib buni phone deb ataydi albatta. Oldingi T E L E ni tashlashsa qanday phone bo'ladi, ma'nosi o'xshash. Faqat qisqarganlar yeri bor. Ya'ni telefon yoki phone. Okay? Number degan nomer, masalan, telephone number deb keladi, telefon nomeri. Okay? Masalan, men davomli darsningki yangi darsning so'zlarini o'rgatganda bo'libmi number 1, number 2, number 3 deb o'qishga odatlandim. Savodashlar xeyli ko'nib qoldi. Birinchi nomer, ikkinchi nomer degan gap bor. Ammo yerda telefon nomeri degan nomer man number degan-chi. Okay? Birinchi nomer, ikkinchi nomer degan yana boshqa bir nomer degan ma'nosi. Boshqa bir nomer degan ma'nosi bor. Masalan, birinchi nomer, ikkinchi nomer degan yerdagi nomer ma'nosi bilan telefon nomeridagi nomer ikki nomer o'xshamaydi demakchi. Buni taqtishingizni umid qilaman albatta. Qisqasi number degan nomer. Mayli telefon nomeridagi nomer bo'lsin, mayli sanoq sonlarda ishlatiladigan birinchi nomer, ikkinchi nomer, uchinchi nomerdagi nomer bo'lsin. Okay? Xo'sh, number 12, mouth. Mouth degan o'qilishiga alohida diqqat qilaylik savodashlar. TH, ya'ni M O U T H basharabdan tuzilgan so'zgu bu. Eng oxirgi ikki harfi TH qanday o'qiladi? Men uzundan deb kelayotgan elikqa. S degan tovush shu. Ya'ni tilimizni ikki tishning o'rtasiga yeb turib, ustidagi ostongi tishning o'rtasiga yennik tishlab turib, S, ya'ni soatdagi S degan tovushni chiqargan tovush bu, S. Ya'ni mouth bo'lib elikqa. South, ya'ni janub. Mana to'rt tarafdagi, shimol, sharq, janub, g'arbdagi janubni o'ylasangiz south to'g'ri. Shuningdek, mustaq TH keladi bo'g'imning oxirida, o'xshasha. Ya'ni bugünkisi qanday mouth. Og'iz degan gap, odamning og'zi bor, okay? Og'iz, mouth. Number 13, show, ko'rsatish. Masalan, bugungi darsimizda show me your tongue deb chiqadi, albatta 14-dars. Shu men hozir misol qilgan jumladagi tongue degan so'z shu, ya'ni til, odamning tili bor bu. Ya'ni tilingni menga ko'rsat degan gap bu, yoki tilingni chiqar deb qo'ydi bu. Okay? Show, ko'rsatish. Savollarning yodida bo'lsa, bir darsda biz your passports please deb so'raydi tamojna xodimi. Your passports please degan shu amaliyotda men tushundiganda shu jumlani. Amaliyotda bu show me your passports please degan jumla bo'lib, show me degan gap tutqagan yoki yoshirin kelgan degandim-ku. Aşağıdaki show shu, agar yodingizda bo'lsa. Ya'ni ko'rsatish. Menga pasportinglarni ko'rsatinglar degan jumladagi show shu demakchi. Okay?
Yani show 13. söz ko'rsatish. 14 tongue hozir dedik odamning tili. Masalan, show me your tongue desak, tilingizni menga ko'rsating degan gap-ku. Okay? Yani tilingizni chiqaring degandek bir gap-ku. Okay? Xo'sh, number 15 say. Say degan deyish. Sağdaşlar bu sözünü ben misalga algan, lekin rasmiy o'rganmagan to'q ekandik. Say degan deyish. Masalan, say my name desak nima bo'ldi? Bir odamga mening ismimni da degan gap. Mening ismim Dabbaqa degan gapni deymizmi masalan? Mening ismim Dabbaqa deb. Say my name. Say degan deyish. Okay? Number 16 o'qilishni men deb o'qidim, deb o'qidim. Bu albatta deb o'qiladi albatta. Degan chaqda masalan sal hayron qolganlik ma'nosi bor so'z bu. Deb o'qilganda demakchi. Bugungi ma'nosi masalan ağzını açıp qila deymiz-ku. Qilib tursa anandaki da qo'lchiraqning nurida ağız boşluğunu tekşireydiğen bir iş var ki doktor. Şu show me your tongue deb ele chiqdi ma darsda ko'rsiz. Shuni da demakchi arliqda say degizdi doktor. Say deydi ma u. Bemorga-chu doktor. Say degani shu da degani. Shu ama qilib o'qiganining sababi shu. Albatta bu hozir degandek deb o'qildi. Masalan, deb o'qilganda shundami degandek. Siz nima ekansiz-ku deb bir xil bir narsaga sal-pal hayronlik his qilganda deydigan gap-ku bu. Deb shu so'z shu ma'nosimi bor demakchi. U ma'nosini anglatganda deb o'qiladi. Lekin bugungi darsimizda deb o'qiladi demakchi. Ya'ni say degani degan gap. Okay? Albatta o'xshash so'z bo'lgani bilan o'xshamaydigan ikki xil o'qiladi demoqchiman men. Okay? Xo'sh, degan shu bizniki aqla deb og'zini ochib turganda degizdigan shu tovush ahang shu degan. Okay? Number 17 so degan shunga degan gap. Okay? So shunga yoki shunglashqa. Number 18 stay bu qilib qilish degan gap. Masalan, stay at home degan uyda qilib qilish degan gap. Mesela stay in bed deb keladi dersimizde, diyalogda. Stay in bed degani karvatda qilib qilish, ya'ni o'rindan qo'pmaslik degan gap-ku. Stay in bed, okay? Number 19 for. Mesela for a week deb tirnoq ichida berib misol ichida. For a week degani bir haftacha degan gap yoki bir hafta atrofida degan gap-ku. Ya'ni vaqtlarning oldiga kelib shunaq manchilik vaqt qaralida, manchilik vaqt atrofida degan ma'nini bildirdi. Okay? Yani bir yerde üçün deb tarjima qilib berishning hojati yo'q. For degan albatta üçün degan ma'nosi bor. Lekin for a week bo'lib kelsa shu bir haftalik degandek-ku, ishdan bir ma'nosi bor. Okay? Masalan, bir haftalik men bir haftalik dam olaman yoki men bir haftalik planiga borman deb qo'yamiz. Aşağıda keladigan for degan so'z shu. Masalan, for a week degan shu bir haftalik. Bu yerda lik deb tushunsak bo'ladi-ku, tushunishlik-ku. Xo'sh, number 20 why degan nimishqa degan gap. Bu so'zni biladi savoldoshlar. 21-sini tonishliq because shunglashqa yoki chunki. Kechiring, shunglashqa emas. Shunglashqa deganni so dedik-ku. 17-so'z so deganni shunglashqa dedikmi. 21-chi nima chunki degan gap. Ya'ni 20-so'z ya'ni why ga javob bo'ladigan so'z bu. Why nimishqa? 21 because chunki. Okay? Albatta qarsangiz ba'zi so'zlarni o'rganib bo'lgan so'zlar ekan, lekin ma'nolari ancha-muncha o'xshamayotdi burun o'rgangan ma'nolarga. Okay? Lekin yaxshi bir takrorlash albatta, ya'ni o'xshash so'zlarning o'xshamagan ma'no anglatadiganligidan iborat bir narsani his qilyapsiz ekan, yoki beryapsiz. Xo'sh, shunda so'zlarningki o'qilish ahanglari va ularning ma'nolari yuqori degandek, hamda biz temaga bir ko'zimizni yugatib olsak, nima degan gapkan bu darsning temasi lesson 61 a bad cold. Bir nachar zukam deganda bir gapkan bu yoki bu yerga bad ni cho'qim nachar aski deb tarjima qilishning hojati yo'q. Bad degan aski nachar to'g'ri so'z ma'nosi. Miyadil qiling. Bunda gapning o'ramidan qarsangiz bir ig'ir zukam deganda bir ma'nosi ekan bu, okay? Bad niki mishadagi ma'nosi endi ig'ir. Chunki zukamga biz nachar zukam demaymiz yoki aski zukam, yomon zukam demaymiz. Zukam qanda ig'ir zukam degan sifat so'zni ishlatamiz, okay? Ya'ni bir ig'ir zukam deb xatolashmaymiz demakchi.
Xo'sh, temasini tushunib oldik. Endi biz dialogni o'rganishdan burun albatta dialogni o'rganib bo'lib biz javob berishga tegishli savolni bir ko'rib o'taylik. Qarang, savolda nima deydi? Conversationning savoli nima ekan? Qarang. What is good news for Jimmy? Abim newsni xabar degan to. Goodni savollashlab beradi. Yaxshi degan gap, ya'ni yaxshi xabar degan gap bu. Biz uyg'urchada yaxshi xabar demaymiz, xo'sh xabar deymiz. Ha. Good nima sharqında xo'sh deb tushunsak, demakchi. Xo'sh xabar deki xo'sh. Odamni xo'sh qiladigan demakchi-ku. Okay? Yoki xush xabar deydi-ku. Xo'sh, nima degan gap bu? What is good news for Jimmy degan, Jimmy degan bir bolaning ismi bo'lsa, for deganning uchun deb azoq bo'ldi majmunda, ya'ni Jimmy uchun. Okay? Ya'ni Jimmy uchun xush xabar nima degan gap bu. Okay? Jimmy uchun xush xabar nima degan savol, shu savolga biz javob izlashni maqsad qilib qandaq endi dialogni o'rganamiz, dialogni ko'ramiz. Qarang. Lesson 61, a bad cold. Okay. Xo'sh, Mr. Williams bunda deydi qarang, Mr. Williams boshlabdi bu gapni. Where is Jimmy? Where is Jimmy? He is in bed. He is in bed. Yani Mr. Williams, where is Jimmy? deb so'rasa, Mrs. Williams, yani Mr. Williams degan kim? Williams apandi. Mrs. Williams deganchi Williams xonim. Okay? Yani appandim Williams appandim where is Jimmy deb so'rasa Williams xonim he is in bed deb javob berdi. Davomli o'qaylar. Mumkin Williams appandim deydi what's the matter with him? What's the matter with him? Desa Mrs. Williams qo'pib he feels ill. He feels ill. Dedi. Anankin Mr. Williams qo'pib qarsangiz men ikkinchi rasmga yetib keldik, ha. Jimmy qarab o'tib nima deydi? He looks ill. He looks ill. Desa Mrs. Williams qo'pib we must call the doctor. We must call the doctor. Desa Mr. Williams nima deydi? Yes, we must. Yes, we must. Dedi. Anankin Mr. Williams qo'pib qarab 3-chi rasmga yetib keldik, ha. Can you remember the doctor's telephone number? Can you remember the doctor's telephone number? Desa Mrs. Williams dedi, yes. Deb bo'lib, it's 09754. It's 09754. Deganda doctor qo'pib, hamda 4-chi rasm qarang, doctor kep bo'ldi dedi. Doctor bunda dedi, open your mouth, Jimmy. Open your mouth, Jimmy. Show me your tongue. Show me your tongue. Say ah. Say ah. Deganda Mr. Williams qo'pib, ma 5-chi rasmda nima deydi? What's the matter with him, doctor? What's the matter with him, doctor? Desa doctor nima dedi? He has a bad cold, Mr. Williams. He has a bad cold, Mr. Williams. So he must stay in bed for a week. So he must stay in bed for a week. Ameliyat qarsangiz shu he has a cold, he has a bad cold dan boshlab ma for a week degan yergacha amaliyat bu pashlar bilan ayrilgan 3 dona emasam ikki oddiy jumladan tuzilgan bir murakkab jumla ekan. Mr. Williams degan qarshi tarafning ismini qo'shib ta'atgan gap bu. Ya'ni he has a bad cold, Mr. Williams, so he must stay in bed for a week.
degan bir jumla demoqchi. Men agishim bir qatam o'qing, uzundan uzun ma jumlani. Men bir o'qib deb to'xtab turmay o'qib qo'yguncha, qarang. He has a bad cold, Mr. Williams, so he must stay in bed for a week. Okay? And then Mrs. Williams bunda deydi. That's good news for Jimmy. That's good news for Jimmy. Digante doctor qopib good news. Good news? Why? Deb so'raydi. Undan keyin Mr. Williams qopib because he doesn't like school. Because he doesn't like school. Okay? Xo'sh, yuqorqisi dialogning o'qilish ahvoli. Endi biz jumlalarni tushunib boqaylik, dialogning ma'nosini qarang. Mr. Williams bunda boshlaganda gapni demakchi Mr. Williams bilan Mrs. Williamsning o'tirisidagi dialog ham bu. Birinchi rasm qarang. Where is Jimmy dedi. Degan gap bu, Jimmy qayerda degan bu. Okay? Tak tanishlik jumla bu. Qayerda bo'lsa Jimmy degan gap bu inglizchada. Qayerda Jimmy, ya'ni Jimmy qayerda deymiz uyg'urchada. Desam Mrs. Williams deb javob berdi, he is in bed. U bo'lsa ichida karvatno, ya'ni u karvatda degan gap bu. Okay? Inglizchada bo'lsa he is in bed deb in bilan ifodalaydi. Karvatno ichida deb. Okay? Ya'ni yotqanga o'rinib yotadi degandek ma'nosi bor bu yerda. In bed degani nimashqa in ishlatadi biz karvatning ustida deb deydigan tursak, karvatning ustida yotgandan keyin ustida deb ani ishlatsamam deb o'ylab qolishingiz mumkin. Rasmiy purkinib rasmiy uxlash holatida purkinib yotgandagi ahvolni ko'z oldingizga keltirsangiz ham tushunalaysiz. Karvatning ichida degan to'g'ri shu. Purkinib ichiga o'rinib yotgandan keyin debchi. Okay? He is in bed, karvatda deydi. Uyg'urcha tarjima qilsak demoqchi. Ana keyin Mr. Williams nima dedi u gap qarta? What's the matter with him? What's the matter? Nima bilibdimiz va nima bo'ldi degan gap bu. Nima bo'ldi with him degan uningga degandek bir gap bu. Ya'ni uning bilan nima bo'ldi, ya'ni uningga nima bo'ldi demoqchi. O'shada with him deb olamiz. Yadingizda borligi tamoyil xodimiga nima bo'ldi deb what's the matter with the yaki what's the problem with the yaki is there a problem with the customs officer deb shu boshqa bir darsda o'rgangan to. Ya'ni meyerki with him degani uningga deb olamiz demoqchi bo'man. Okay? Xo'sh, what's the matter with him? Uningga nima bo'ldi? Mrs. Williams dedi he feels ill. O'qishga diqqat qiling. He feels ill. U his qildigan og'riq dedi. U og'riq his qildigan degan gap yoki u og'riq his qipto yoki qilyapti deb olamiz uyg'urchada. Okay? Maniki hozirgi oddiy zamonda ifodalanayotgan bir jumla ekanligini bilib olsangiz bo'ladi eng muhimi. U he jumlaning egasi uchinchi shaxs birlik. Shuning uchun mana bu his qilish degan feelning kaniga feelning kaniga as qo'shilib keldi. Agar jumlaning egasi I bo'lgan bo'lsa, men og'riq his qilman yoki men og'riq his qilyapman demoqchi bo'lsa, u vaqtda I feel deydi. Feelning kaniga as qo'shmaydi. Agar I bo'lgan bo'lsa jumlaning egasi. Agar you bo'lsa, jumlaning egasi feelning kaniga as qo'shilmaydi. Hozir as qo'shilishining sababi nima? Chunki jumlaning egasi uchinchi shaxs birlik bilan jih dedim. Yodingizda bor. Hozirgi oddiy zamonda ifodalangan jumlada agar jumlaning egasi uchinchi shaxs birlik bo'lib qolsa, feelning kaniga as qo'shiladi degan bir qoida bor. Qolgan shaxslarning-chi feelning kaniga as qo'shilmaydi. Okay? He feels ill qisqasi. U og'riq his qiladigan. Jumla bo'yicha tushunsak, so'z ma'nosi bo'yicha tushunsak demakchi. U og'riq his qiladigan yoki u kasal his qiladigan. Uyg'urcha jonliq qilib deymiz buni. U bir xil og'riq his qilib etibdi deb olamiz-ku. Og'irganda bir xil his qilib etibdi deymiz-ku. Okay? Bu gap qarta, demakchi, bolni ko'rib bo'lgandan keyin ikkinchi rasmda Mr. Williams dedi, he looks ill dedi. Bu qarmoqqa og'riq tak turdi degan gap, u og'riq turdi. Mrs. Williams nima deganda abiyan he feels ill deganda, u og'riq his qiladi deganda. Mr. Williams-chi u qarmoqqa og'riq tak turdi deydi. Ya'ni og'riq his
qiladi degan gapni Mr. Williams qo'pib ayolninki u og'riq his qiladi degan gapini Mr. Williams nimdab uni bir xil jiddiy bir xil qiyofatni ifodaladi. U qarmoqqa og'riqdek turdi deb. Okay? Og'riq his qilish bilan qarmoqqa og'riqdek turish degan farqlanadigan gap-ku. Okay? Ayoli uning his qilishicha u og'rigandek qiladi degan bo'lsa, yo'ldosh qo'pib qarab o'tib, "Ya, chata, meniki ma'lqi tug'an to'qidan og'riqdek turdi, u his qilish bir yer tutdi so'ma rasmiy og'riqdek turdi, og'riq ko'rinyapti degandek bir gap bu. He looks ill degan. Okay? Bu gap qartan Mrs. Williams nima dedi? We must call the doctor. Must nabiyamganda qilish kerak, qilish lozim deb call degan chaqirish yoki telefon urish, the doctor degan doktor demakchi biz doktorni chaqirishimiz kerak deb tushunsak bo'ladi yoki doktorga telefon berishimiz kerak deb tushunsak bo'ladi. Okay? Mr. Williams bu gapga nima javob berdi? Yes, we must. Biz ashta qilishimiz kerak dedi. Yes, we must deb to'xtab qolgani amaliyotda bo'ldi. Jumlalarni ishta qisqartib tegilib bo'lganligi sababidan bo'ladi-ku. Masalan, men jiq olaman bu misolni. Do you like ice cream deganga yes, I like ice cream deb to'liq desak ham bo'ladi javobni yoki yes, I do deb to'xtab qolsak ham bo'ladi-ku. Shunga o'xshash. We must call the doctor deganda yes, we must call the doctor desin bo'ladi. Yes, we must deb to'xtab qolsimi bo'laverdi-ku. Bu ahvolni biz jiq uchratdik-ku. Okay. Ondan keyin 3-rasmda Mr. Williams nima qildi? Qo'liga telefonni oldi qarang. Elab bunda deydi. Can you remember the doctor's telephone number? Can you remember ni nima deb tarjima qilamiz? Esingizga ola olamsiz deb tarjima qilamiz. Okay? Esingizga ola olamsiz. Can you bizma degan siz bunda qila olamsiz degan gapdi. Remember degan mishada asli saqlash, esiga elish degandek ma'nolar bor degan-ku. Shayda esingizga ola olamsiz deb tarjima qilamiz. Can you remember? Esingizga ola olamsiz. Nimani? The doctor's telephone number. Doktorning telefon nomerini deydi. Deganda Mrs. Williams nima deb javob berdi bu gapga? Yes dedi. Deb bo'lib it's 09754 dedi. U degani u bo'lsa, ya'ni u bo'lsa degan shu nomeri demakchi-ku. Nomeri bo'lsa 0974 deydi. Men savodoshlarga 1dan 9gacha o'rgatibdiman, undan boshqalarni o'rgatibdiman, lekin shu 0ni o'rgatmaganda aqlim hozir tuyuqsiz o'ylab qoldim qarang, 0ni yezib deydi uskamga. 0ni ikki xil deydi savodoshlar, 0ni bir xilda 0 deb ataydi, men abi o'qigandek. 0 men hozir spell qilinishini yana o'qi. Harf bo'yicha yezilishini ko'rsatib berman hozir do'stimga. Yana birisi O, ya'ni 26 tarafning ichidagi O harfi bor va shunga o'xshashmi o'qiydi. Ikki xil o'qiydi. Juma 0ni. Undan so'ng mening abayim o'qiganim qandoq? 0. Z-E-R-O. Okay? Yoki bo'lmasa O-H. Demakchi, shu holatda o'qiydi demakchi. Yoki O deb o'qsin bo'laverdi endi. O harfi bor va O. Hozir bilib oldingiz, 0ninki ikki xil o'qilganligini. Birisi 0, yana birisi O. Ya'ni 26 tarafning ichidagi so'ziq tovush O harfi. Okay? Xo'sh, mayli 0 deb o'qiylik, mayli O deb o'qiylik, har shiklingiz qandoq 0 degan gap. Xo'sh, shunda olsa, hozir bilib oldingiz, bundan keyin 0ni endi qayta ta'kidlab o'tamiz, okay? 09754 deganni qanday o'qiydi ekanmiz? 09754 deb o'qiydi ekanmiz, okay? Ya'ni siz doktorninki nimasini telefon nomerini asliy olamsiz, esingizga ola olamsiz degan nima dedi? Deb bo'lib bu 09754 deb berdi degan gap. Endi doktor kap bo'ldi qarang, 4-rasmda doktor kelib bu Jimmy bilan ko'rishib bo'libdi. Nima deydi? Doctor qarang. Open your mouth, Jimmy deydi. Open your mouth, Jimmy. Open degan ichish, savoqishlarga ma'lum. Your sening mouth og'zing yani. Sening og'zing degan gap. Og'zingni och Jimmy degan gap yoki og'zingizni iching Jimmy desak ham bo'ladi-ku. Inglizchada siz, sen, o'zlari deb gap yo'q. Faqat birla. Uyg'urchada demak biz takallufni jiqishiltimiz-ku, demak, mush jihatda.
Sizlar deb qo'ymaymiz, o'zlari deb qo'ymaymiz, hatto o'zlarmi deb qo'ymaymiz, sizmi deb qo'ymaymiz, sanmi deb qo'ymaymiz. Okay? Demakchi ilmiyroq qilib yoki takalluf bilan qandaq og'zingizni iching jimi deb tarjima qilsam xato emas-ku. Okay? Open your mouth. Iching sizning og'zingizni jimi. Ya'ni og'zingizni iching jimi deb bo'lib show me your tongue. Show me degan ko'zing menga degan gap. Your tongue degan sizning tilingizni, ya'ni ko'zing menga tilingizni degan gap bu. Buni nima deymiz? Tilingizni menga ko'zing deb olamiz Uyg'urcha, okay? Show me your tongue. Tilingizni menga ko'zing. Deb bo'lib say qiling'a deydi. Danga say degan deyish abayda bo'ldi. Degan abayda men o'qigan ahang shu. Ya'ni qilib danga og'zingizda iching'a degan gap bu. Okay? Mr. Williams deydi birdamdan keyin masalan tekshirib chiqib bo'ldi deyli Jimining yenidan doktor. Sirtda ma koridorda. Okay? Nima deydi Mr. Williams doktorga? What's the matter with him, doctor? Uningga nima bo'pti, doktor degan gap bu. What's the matter with him? Uningga nima bo'pti? Okay? Doktor deganda doktor nima dedi? Doctor, he has a bad cold, Mr. Williams, so he must stay in bed for a week dedi. He has a bad cold degan uningda bir ig'ir zukam dedi qo'yabmi? Bad cold ni ig'ir zukam deb olmiz dedim-ku. Uningda bir ig'ir zukam Williams apandi deb bo'lib so, shunlashqa dedi qo'yabmi. He must undamda qilish kerak. Qanday qilish kerak? Stay in bed. Karvatda qilish kerak. Stay degan qilish bu. Okay? Karvatda qat qilish kerak. Karvatni qo'pmaslik kerak degan ma'nosi bor buniki. Okay? Karvatda turish kerak deb olsam bo'ldi. Qanchalik vaqt? For a week, bir haftalik. Okay? For deganni shu vaqtga undamda vaqtliq, undamda vaqt atrofida degandek ma'nosi bor. Vaqt ishlatildi dedik-ku, masalan, for 5 minutes degan 5 minutlik degan gap. For 1 year degan yearni sog'dashlar o'rganmoqda. O'rgan do'xras, year degan yil. For 1 year degan 1 yillik degan gap. Ya'ni for a week degan bir haftalik deb olsak bo'ldi. For ne demakchi bu? Bir haftalik deganlik. Okay? Demakchi, nima deb tushunamiz bu bu uzun jumlani, masalan, tarjima qilsak, uningda ig'ir bir zukam bor ekan, Williams apandi, shunga u bir haftalik qanday karvatda bo'lish kerak, ya'ni karvatda yetish kerak, karvatda qap qilish kerak degan gap bu. Jonliq til bilan desak, bir haftalik karvatdan ayrilmasin, karvatdan qopmasin degan gap bu. Okay? Deganda, ana 6-chi rasmda Mrs. Williams bunda bir gapni deydi qarang. That's good news for Jimmy dedi. That's good news degan u bo'lsa, yaxshi xabar degan gap ekan. Kim uchun? Jimmy uchun, ya'ni uchun Jimmy. Ya'ni uchun, ya'ni Jimmy. Jimmy uchun demakchi bu. Ya'ni u Jimmy uchun bir yaxshi xabar ekan degan gap bu. Okay? Deganda doctor qo'yib good news, yaxshi xabar. Dedi, why? Nimishqa dedi. Deganda Mr. Williams qo'yib because he doesn't like school deb javob berdi. Chunki because deganda chunki degan gap. He doesn't like degan u yaxshi ko'rmaydi degan gap bu. Nimani? School, maktabni. Chunki maktabni yaxshi ko'rmaydi dedi. Gapni tushunishdi-ku. Endi fe'llarni, har bir fe'lni jumlalardagi yoki fe'llarni, mayli fe'l bo'lsin, shartni bildiradigan yoki holatni ifodalaydigan fe'l bo'lsin, demakchi jumladagi barliq jumlalardagi fe'llarni, mayli fe'llarni bo'lsin, qaytadan bir qatam ko'rib chiqay, zodi bu bundan ma'nodagi bir dialog ekan. Bundan zamonda ifodalanibdi. Undasa bu qaysi shaxs jumlaning egasi bo'lganda fe'lda qanday o'zgarish bo'ladi degan masalalarni qanday men jiq deb berdim. Endi bundan keyin darsimiz asta qiyinlashib mangdi. Shuning uchun qanday hozirdan boshlab shu o'zingiz qayta yana bir qayta nima qilmasangiz bo'lmaydi. Dialogni qayta ko'rib chiqmasangiz bo'lmaydi. Jumla bo'yicha tahlil qilib men tahlil qilgan usul bo'yicha. Masalan, nimish bunday deyman deganda, masalan, mana doktorniki mana ko'zingiz ko'rayotgan ma'lum nur belgisini mediyada o'tmangu, shu nur belgisi tug'an yoqqa qarsangiz, he has a bad cold deganni uningda bir ig'ir zukam deb oldik.
Nimishqa has keladi? Nimishqa has keladi? Savoqdaşlar men million qatim dedim, ha. Üçüncü şahs cümlenin ikisi üçüncü şahs bo'lganligi uchun. Üçüncü şahs birlik. He, ya'ni erlar keladigan ugu, erlar ishlatiladigan u. Shuning uchun has deb olamiz. Agar men demoqchi bo'lsak, masalan, menda bir ig'ir zukam bor demoqchi bo'lsak, nima bo'ladi? I have deb oladi. I have a bad cold. Senda bir ig'ir zukam bor deganda you have a bad cold deymiz. U bo'lganligi uchun he has a bad cold. Erlardik u. Agar ayollardik u bo'lib qolsa, o'xshash she has a bad cold bo'ladi. Okay? Buni bir o'zingiz bir tahlil qilib chiqing demoqchi bo'lman. Anondan keyin mana bu eng oxirgi jumla qarasangiz, because he doesn't like school. Chunki u maktabni yaxshi ko'rmaydi. Agar jumlaning egasi he bo'lmay I bo'lib qolsa, nima bo'ladi? Doesn't bo'lmaydi, don't bo'ladi. Buning sababini men demayman. Because I don't like school deydi agar. Chunki men maktabni yaxshi ko'rmayman demoqchi bo'lgan bo'lsak. Okay? Demakchi men hozir tushuntirib bergandek, bir tushuncha berganimga o'xshash o'zingiz qayda bir qatim dialogni boshdan ko'rib, yana bir tahlil qilib, rost. Ma'lumot tahlili mundaq, buni bunda tushunish kerak ekanda, bu jumlani tushunganda. Deb anonlikin bo'lsa, chiq o'qib ovozli. Undan yodlab olsangiz texnik yaxshi ovoz chiqarib, anonlikin ko'chirib yezib mashq qilsangiz texnik yaxshi. Okay? O'rganish degan shunday bo'ladi. Xo'sh, unda olsa, biz nima qildigan bo'lgan? Shu savolga javob berib, anonlikin mashq darsga o'tib ketgan bo'lganda qarang. Diyalogni o'rganib turib javob berishga tegishli savol nima? What is good news for Jimmy? Jimmy uchun xush xabar nima degan gap bu. Okay? Jimmy uchun xush xabar nima deganga nima deb javob beramiz? Good news for Jimmy is he must stay in bed for a week. Good news for Jimmy is degan nima? Yaxshi xabar degan gapmi, xush xabar degan gap, good news degan. For Jimmy degan Jimmy uchun degan gap. Inglizcha mushta ifodalanadi. Jimmy uchun xush xabar deganni inglizchada biz xush xabar, ya'ni Jimmy uchun deb unda olamiz. Okay? Inglizcha mushta ifodalanadi. Xush xabar deydi. Nima xush xabar? Jimmy uchun bo'lgan xush xabar deb unda ifodalaydi demakchi. Yani cevap versek asvalga. What's good news for Jimmy? Cevap. Good news for Jimmy is, yani Jimmy için hoş haber bolsa deyip yapalım ki. He must stay in bed for a week. O turish kerak karvatda bir haftalık. Yani Jimmy için hoş haber şu ki o bir haftalık karvatda qilish kerak, karvatda turish kerak degan gap. Cevabı. To'g'ri mı cevap? Jimmy uchun xush xabar nima? Jimmy uchun xush xabar shuki, u bir hafta karvatda turish kerak. Okay? Mush xush xabar shu endi. Demak, bu karvatda tursa maktabga bormaydi degan gap chiqadi-ku. Okay? Qo'shimda olsin abay degandek, xalqni o'zingiz qoldi savoldoshlar. O'zingiz qoldi deganim endi o'zingiz qolib qoldi. So'zliklar va dialog. Okay? Amma siz mushu darsningki 60 ya'ni lesson 61 ningki mashig'i bo'lgan lesson 62 ni ko'raylik qarang. Lesson 62 nima deydi? What's the matter with them? Ularga nima bo'pti deydi. Abiyam biz what's the matter with him degandik. Ular uningga nima bo'pti deb. Demakchi, uningga deki uning ya'ni uningga yoki u nima deb ifodalangan him degan bo'lsak, ma them degan nima? Ular bo'ldi. Ya'ni ularga nima bo'pti? Bu shaklni men deb bergandim yodingizda bo'lsa bir jadval ichida. Ya'ni almashlarningki to'ldiruvchilik shakli yoki tushunkilik shakli deb bergandim yodingizda bo'lsa, masalan, I'ningki me, you'ningki you, he'ning him, she'ning her, itning it, they'ning them deb bergandim. Them degan nima? Shu they ya'ni ularningki tushunkilik shakli, to'ldiruvchilik shakli. Okay? Xuddi him deb ishlatganda them deb ishlatamiz. Agar what's the matter with you desak nima bo'ldi? Sanga nima bo'ldi degan gap bo'ldi. Okay? Manga nima bo'ldi deganni deymiz. What's the matter with me deymiz. Okay? Ya'ni har almashningki o'ziga tushliq bir to'ldiruvchilik shakli bor dedim, demakchi u. Bu jadvalni mana shu ko'rni bir dars deb bo'lgan, ha? Okay? Anondan keyin demakchi bu bir savol. What's the matter with them?
ularga nima bo'pti degan. Yana bir savol bu 62-chi darsda biz mashq qiladigan. What must they do? Ular nima qilish kerak degan. What must they do? What degan nima? Must degan qilish kerak, etish kerak. Bu bir savol jumla shaklida ko'ryapsiz. They degan jumlaning egasi ular. Agar shunda yordamchi fe'l yoki be fe'l yoki shundaq bugungi darsdagidek imkon fe'llar igining oldiga o'tib nima bo'ladi? Bu bir savol jumla shakli bo'ladi. Agar they must bo'lgan bo'lsa, ya'ni they boshda kelib must keyinda kelgan bo'lsa, bu bir bayon jumla shakli bo'ladi. Hozir must they deb imkon fe'l shundaqla theyning oldiga o'tib olganligidan bu bir savol shakli. Ya'ni savolni qanday tarjima qilamiz? Do ni tushunib tarjima qilamiz albatta. Do degan nima? Qilish. Ya'ni nima qilish kerak? Qilishni ular. Ya'ni ular nima qilish kerak degan gapkan bu so'z ma'nosini qo'yib tushunsak, ular nima qilish kerak. Okay? Ya'ni og'zaki mashqni ko'ramiz. Oldin bilan og'zaki mashqdan burun nima qilamiz? Albatta yangi so'z bormi yo'q bu mashq darsi bo'lsin gerchi. Qaraymiz albatta 12 dona yangi so'z bor ekan, bular hammasi o'sha kasallik alomatlari yoki ushaq-tushaq ig'ir yenik og'riqlarning ismlari. Okay? Ham shunga munosabatli so'zliklar. Oldin shularni ko'rib o'taylik, qarang. New words and expressions. Number 1, headache. Headache. Number 2, take. Take. Number 3, aspirin. Aspirin. Number 4, earache. Earache. Number 5, toothache. Toothache. Number 6, dentist. Dentist. Number 7, stomachache. Stomachache. Stomach. Divide banankin ache. Stomachache. Okay. Number 8, medicine. Medicine. Number 9, temperature. Temperature. Number 10, flu. Flu. Number 11, measles. Measles. Number 12, mumps. Mumps. Okay? Yeni sizlarning o'qilish ahvolimi shundoq, endi ma'nosini tezlab o'tib ketsam, headache degan bosh og'rig'i degan gap. Masalan, I have a headache deb ifodalaydi. Menda bir bosh og'rig'i bor degan yoki mening beshim og'riyapti degan. Okay? Number 12, take. Doğru ichish degan ma'nosi bor. Technique. Albatta, erish degan ma'nosi bor. Hattoki elib berish degan ma'nosi bor. Bugungi darsimizda qanday, doğru ishlatganda qanday doğru ichish deb olamiz Uyg'urchada. Okay? Take deganda qanday ichish, ya'ni doğru ichish deb tushunsangiz bo'ladi. Okay? Number 3, aspirin. Aspirin deymiz qo'y, ya'ni bosh og'rig'i doğrusi bu, aspirin. Okay? Bosh og'rig'i doğrusi. Number 4, earache. Quloq og'rig'i degan gap bu. Ear degan quloq, albatta ache degan shu og'riq, xuddi headache shunday tushunsak, masalan, head degan bosh, ache degan og'riq, headache bo'lsa bosh og'riq bo'ldi. 4-chi so'z earache degan parchalasak, ear quloq, ache og'riq, earache degan nima bo'ldi? Quloq og'rig'i bo'ldi. Okay? Number 5, toothache. Avvalgidek tushunsak, tooth degan tish, ache degan og'riq, bu tish og'rig'i bo'ldi 5-chisi. Okay? Number 6, dentist. Dentist degan tish doktori degan gap. İngilizce'da, mesela biz Uygurca'da tish doktorunu mesela tish deb onun kendine doktorunu qo'shaplam tish doktori deb ataymiz. Mesela hayvanotlar doktori yoki u doktor, bu doktor deb ma'lum kasalning ismini yoki sifat so'zini ishlatiblar, kendine doktor deganni qo'shib ataveradi. Shunday inglizcha unda gap yo'q. Mesela dentist degan tish doktori degan ma'nosi bor demakchi. Ya'ni dentistning kendine doctor deb qo'shishning faqat hojati yo'q. Chunki hatto xato bo'ladigan unda desa. Dentist doctor deb gap yo'q. Yoki tooth doctor deb gap yo'q. Tooth deganni tish deb tushunsak, doctorni doktor desak, tooth doctor degan
desek bo'lamdi, tish doktorine desek qat'iy bo'lmaydi, juma. Tish doktorinin maxsus o'zining ismi bor, dentist, tugdi. Okay? Doctor degan doktor hamdi. Doktorni doctor deydi, tish doktorni dentist deydi demakchi. Okay? Number 7, stomach ache, qo'saq og'rig'i bu. Stomach degan qo'saq, ache og'riq, qo'saq og'rig'i. Okay? Number 8, medicine. Medicine degan dori degan gap. Bu medicine bo'libmi, nimaga qartilganmi? Bundaymiz ko'pincha hollarda suyuqlik dori qartilgan, juma suyuqlik doriga. Tabletkani boshqacha deydi, juma tabletkani bu yerda o'rganishning hojati yo'q-ku. Demakchi yetarli bo'ldi shu bugungi yangi so'zlar. Munosibatsiz darsda ishlatmaydigan so'zlarni o'rganmaylik demoqchiman men. Mushlarni yetib boshladi, okay? Bir muncha o'zingizga chiqib ko'rinib ketsin. Xo'sh, medicine degan birisi dorilarningki umumiy atalg'usi deb yozib olsangiz bo'ladi, deb yozganda. Yana birisi suyuqlik dorilar qatilgan. Okay? Ikki xil ma'nosi bor demoqchi. Anondan number 9, temperature, bu temperatura degan gap. Okay? Masalan, menda bir temperatura bor deb ifodalaydi inglizchada. I have a temperature deb. Bu degani amaliyotda menda qizitma bor degan ma'nosi bor. Okay? Men qizib qoldim deganda inglizchada I have a temperature, ya'ni menda temperatura bor deb bunday ifodalaydi inglizchada. Okay? Agar birisi I have a temperature deb qolsa, men temperatura bor deyapti, degan gap bu deb o'ylab qolmang. Men qizitib qoldim degandek ma'nosi bor. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa, temperature, temperatura, ya'ni I have a temperature bo'lsa, menda qizitma bor degandekchi. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa, number 10, flu. Flu degan bu yuqumli zukam degan gapchimi? Yuqumli zukam. Okay? Number 11, measles. Measles degan nima? Qizil chiqdi deydi-ku. Inglizchada measles deydi. Okay? Number 12, mumps. Bu quloq oldi bezi yallig'i degan gap. Mumps degan. Quloq oldi bezi yallig'i. Okay? Quloq oldi bezi yallig'i deb yoziladi. Mumps. Xo'sh, unda bo'lsa, bu gaplar amaliyotda men nurg'un kasallikning ismlarini o'rgandik. Nimaga javob bo'ladigan so'zlar bular? Boshdagi jumlaning temasidagi what's the matter with them deb qolmasdan. Ularning beshi og'ribdi demoqchi bo'lsak, they have a headache yoki masalan hammadan tangli beshi og'rishini atayingu. Bir odamning masalan akshini ko'rsatib he has a headache desak, uning bashi og'rig'i bor yoki uning beshi og'ribdi degan ma'nosi bor. Demek ki savolga javob bo'ldi, demakchi shu savollarni, shu so'zlarni ishlatib deb bersak mesela. Uning da bosh og'rig'i bor, uning da temperatura bor, uning da tish og'rig'i bor degandekchi, okay? Anonkin what must they do desa nima deymiz? Ular nima qilish kerak? Ular nima qilish kerak deganiga javob beramiz. Ular masalan see the doctor. Ular doktorga ko'rinish kerak deymiz bu, okay? Albatta, bularninki mashqlarini qanday nimada ko'ramiz? Kitobimizningki o'sha og'zaki mashq qismini ko'ramiz. Qarasangiz, o'sha yerga basa qarang, mana lesson 62. What's the matter with them? What must they do? deydi. 41-ci rasmda nima deydi? Qarang. Masalan, she go, what's the matter with her deymiz bu. Bir ayolni ko'rsatib turib, uningga nima bo'lib turdi demoqchi bo'lsak. What's the matter with her? Her degan nima? Shu she'ninki abayman degan iliqi to'ldiruvchilik shakli yoki tushum kelish shakli. Okay? She has a headache. Uning bosh og'rig'i bor. Yoki uning besh og'riq. So she must take an aspirin. So she must take an aspirin degan nima? Shunga u ichish kerak aspirin, ya'ni bosh og'rig'i dorisini demoqchi bu. Undan so'ng boshdagi jumla shaklini ikki savolni o'ylab baqsak qarang. What's the matter with her desak mesela. Uningga nima bo'libdi desak javob she has a headache deyotganmiz. Agar what must she do descho, so she must take an aspirin. Shunga u aspirin ichish kerak yoki bosh og'rig'i dorisi ichish kerak deyotganmiz. Undan so'ng 52-ci rasmni shu ikki savol bo'yicha deb baqsak qarang, ikki savolga javob berish orqali deb baqsak. Boshda bir xiyninki to'ldiruvchilik shaklini him degandim masalan. What's the matter with him? Savolda javob George masalan, what's the matter with George deb ismini atab turib deylik.
Themning o'rniga George'ni qo'yib. What's the matter with George? Javob: George has an earache. Uningda quloq og'rig'i bor degan gap qo'ying. Uning quloq og'ribdi degan gap bu. Anamkin what must he do desin deymiz. He must see a doctor. O doktorga ko'rinish kerak. See a doctor. Doktorni ko'rish kerak. Amaliyotda doktorga ko'rinish kerak degan gap bu. See a doctor. Okay? Qo'shimda 63-darsda 63 rasmni qanday qilamiz qarang. He has a toothache dedi. Uning tishi og'ribdi degan gap bu. What must he do? Javob: he must see a dentist. U bir tish doktoriga ko'rinish kerak. Okay? Qarang, tish doktori amburlarni tayyor qilib, ana qarab turibdi. Tatlameli deymi ya degandek. Okay? 74th 74-rasm qarasangiz Jane has a stomachache. Jane'da bir qo'saq og'rig'i bor degan gap qo'ying. Jane'ning qo'saq og'ribdi degan gap bor. Javob mumkin. What must she do? Uni nima qilish kerak? So she must take some medicine. Ozroq dori ichish kerak. Bu yerga medicine degan abonim degandim. Suyuq dorilarga qartildi, andan dorilarning umum atalg'usi bo'lib ishlatildi degandim-ku. O da ozroq dori ichish kerak deb asaq qildi. Take some medicine. Take ni ichish degan to'qol. Okay? 85-rasmni qarasangiz, what must Sam do? Sam nima qilish kerak? Sorry. What's the matter with Sam? Samga nima bo'ldi degan gap. Javob: Sam has a temperature. Samda bir Samning temperaturasi yuqori ekan deb olamiz. G'abimning temperaturasi yuqori bo'lish, qiziqni o'rlab qilish dedim-ku. Samning temperaturasi yuqori ekan yoki qiziqni o'rlab qopdi yoki qiziqni bor ekan deb olsak, what must he do? Uni nima qilish kerak? So he must go to bed. U qarorga berish kerak. Go to bed nima tushundirgandim? Uxlash deb ataladi deb. Ya'ni go to bed ning ma'nosi uxlash degan ma'nosi bor degandim, qo'yadingizda bo'lsa. He must go to bed degan u uxlash kerak deb olsak bo'lmaydi. Qarorga berish kerak emas, u uxlash kerak deb olsak bo'ladi. Go to bed ning ma'nosi nima? Uxlash. Okay? 96-rasm qarasangiz Dave has flu dedi. Dave'da bir yuqumli zukam bor degan gap. Flu degan nima? Yuqumli zukam. Okay? So he must stay in bed. U qarorga qilish kerak degan gap. Okay? 107-rasm Jimmy has measles. Jimmyga qizil chiqibdi deymiz Uyg'urchada. Okay? So we must call the doctor. Shunda biz doktorni chaqirishimiz kerak yoki doktorga telefon berishimiz kerak. Okay? 118-rasmda Susan has mumps. Susan'da nima? Quloq oldi bezi yallig'i bor deydi. Quloq oldi bezi yallig'i. So we must call the doctor. Shunda biz doktorni chaqirishimiz kerak. Okay? Bundan qolgan o'zingiz bir ayrim qiling. Qolgan o'zingiz qilib qolsa, og'zaki mashqlar endi biz yozmish mashqni ko'rib qarang. Written exercises. Now, A. Rewrite these sentences using he. Bunu cümlelerni qayta yozinglar. He'ni ishlatib dedi o he'ni. Mana qarang. I have a headache. Nima bo'y degandeklam. Agar jumlaning egasi I bo'lsa have deymiz degandim qarang. I have a headache. Agar jumlaning egasi he bo'lib qolsa-chi, ya'ni he'ni ishlatib qayta yozinglar degan to'g'ri jumlalarni. Qarang, he has a headache bo'ladi. I'ga have degan bo'lsa, menda bor. Uningga, ya'ni he'ga has deb ishlatimiz demakchi. He has a headache, okay? Qanday ikkinchisi I must stay at home. Men uyda qilishim kerak degan gap qo. Stay degan qilib qilish. Okay? At home uyda. Men uyda qilib qilishim kerak deb. Demakchi buni he bilan o'zgartirsak, qanday? He must stay at home. Mustga bizim qo'shilamdikan yoki must o'zgaramdikan? Jumlaning egasi I'dan he ga o'zgarib qolsa jumla o'zgarmaydi. Must o'z beti keladi. Ma'mdiligi bu masalan I uchun have ishlatgan bo'lsa, he uchun has ishlatamiz dedik. Bu qoida fe'llarga keladi, juma. Fe'llarga to'g'ri keldi. Fe'llar bilan yordamchi fe'llarga to'g'ri keldi. İmkan fe'llarga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni imkon fe'llar hammasiga o'xshash ishlatildi. Masalan, I'g'mu can, she, he'g'mu can. I'g'mu must, he, she'larg'mu must degandek. O'zgaraydig'ini faqat fe'llar bilan yordamchi fe'llar.
Mesela do, does'lar şundaq deməkçi. Anam ki ma have bir fe'l bu. Mende bundan narsa ba'diki ba'ğı ma have degan ha. Bu bir fe'l bo'lgan bo'lsa, albatta fe'llar o'zgaradi, ha. Ya'ni I'ga have degan bo'lsa, he'ga has deb keladi deməkçi. Bunda olsa qolgan o'zingiz ishlay olasiz, albatta ishlay olasiz. Masalan, men uchinchisini ishlab bermay qarang, ha. I am not well. Men not degan emas, well degan yaxshi. Men emas yaxshi, men yaxshi emas degan gap bu I'm not well degan. Ya'ni mening mijozim yo'q degan gap bu amaliyotda I'm not well degan. Yodingizda bo'lsa, men well ni mijozi yaxshidiki yaxshi, ya'ni emas, tan salomatlik qartilgan mijozi yaxshidiki yaxshi degan ma'nosi bor degandan shu koni bir dars yodingizda bo'lsa, ha. Masalan, I'm well desak, men yaxshi, bu yerdagi mening tan salomatlikim yaxshi, ya'ni mijozim yaxshi degan gap. Agar I'm not well desak-chu, men yaxshi emas, ya'ni bo'libmi tan salomatlikim, ya'ni mijozim yaxshi emas degan gap. Xo'sh, shunday uzun gapning qisqasi I'm not well ni he'ga o'zgartib tuzsa qanday? He is not well bo'ladi albatta. Men dedim-ku, o'zgarsa nimalar o'zgaradi? Be fe'llar o'zgaradi, yordamchi fe'llar o'zgaradi, anamnikin fe'llar o'zgaradi. İmkan fe'llar o'zgaramdikan, masalan can, must degandek imkon fe'llar o'zgaramdikan, jumlaning egasining shaxslarning o'zgarishiga ergashib o'zgarmaydi. O'zgaradiganlari hozir yana bir qatim qaytarsam, eng oxirgi qatim fe'llar o'zgaradi, yordamchi fe'llar o'zgaradi, anamnikin be fe'llar o'zgaradi. Okay? Qolgan o'zingiz qoldi, cho'qim ishlay olasiz. Okay, mesela biz şu yazmış mashqninki B qismi qarab baxsa write sentences like those in the example. Yozinglar jumlalarni mashqdagi ashlarga o'xshash degan gap bor. Like those in the example degan ashlarga o'xshash. Qaysilarga o'xshash demak? In the example, misaldagi, ya'ni misaldagi ashlarga o'xshash jumlalarni yozinglar deydi. Masalan, misalda nimbarga qarang, Jimmy deb beribdi. Mumkin tirnoq ichiga yan to'siqning kayniga bir tirnoq ichib, a stomach ache deb beribdi. Yana bir yan to'siq berib, a headache deb beribdi. Mumkin yana bir yan to'siq ilib, take an aspirin debdi. Ya'ni Jimmy, a stomach ache, a headache, take an aspirin degan so'zlarni berish orqali, okay, endi bulardan mundaq jumla tuzab beribdi bizga ulgu qilib, ashlar asosan tumandikilarni siz ishlaysiz, ha. Birinchisi savol jumla albatta. What's the matter with Jimmy? Okay, berilgani Jimmy, shuning uchun Jimmyga nima bo'pti deb so'raymiz albatta. What's the matter with Jimmy? Deb bo'lib, does he have a stomach ache? Uningda qo'saq og'rig'i bormi degan gap bu, ya'ni qo'saq og'ribdimi degan gap bu, ha. Does he have a stomach ache? Uningda qo'saq og'rig'i bormi? Deb so'raydi. No, he doesn't have a stomach ache. He has a headache. Berilgan so'zlarni ishlatyapti deb bo'lib, so he must take an aspirin deydi. Shuni u aspirin ichish kerak degan gap bu. Bosh og'rig'i dorisi degan gap bu. Okay? Undan so'ng qolganlarni ishlaymiz, albatta ishlay olasiz. O'sha Jimmyga o'xshash number 1 Elizabeth, number 2 George, number 3 Jim, number 4 Jane, number 5 Sam, number 6 Dave, number 7 Jimmy, number 8 Susan. Men birini ishlab beraman, masalan number 8 ni ishlab bermay qarang, ha. Yaxshi anglang, ha. What's the matter with Susan? Does she have an earache? No, she doesn't have an earache. She has mumps. So we must call the doctor. Okay? Qolganlarni ishlayolasiz? Albatta ishlayolasiz. Men ishini ishlaymisangiz, agar yordam lozim bo'lsa qanday, shu videoning tagiga savol yozib qo'ying yoki email yozsangiz bo'ladi. ayatsilin@gmail.com degan email adresiga email yozsangiz bo'ladi savolingiz bilan. Savolingizni so'rab, okay, javob bermay. Yoki bo'lmasa, shu videoning tagiga qanday inkos yozib qo'ysangiz bo'ladi, unga javob bermay. Okay? Undan so'ng ko'p rahmat. Qolgan o'zingiz qilib qoldi, cho'qim ishlang. Undan so'ng biz kundalik odatimiz bo'yicha see you tomorrow deb xo'shlashaylik, at ko'rishaylik.